Quyidagi matnli masalani ko'rib ketamiz. Shartida aytyaptiki, demak, baliqchilar tutgan baliqlarning 48% tangali baliq, demak 50% tangasiz bo'ladi. Baliqlardan 5tasi ko'lga tashlab yuborilgach, tangali baliqlar barcha baliqlarning 50% ni tashkil etdi. Agar baliqlar soni 30 tadan ko'p va 100 tadan kam bo'lsa, dastlab baliqchilar nechta baliq tutishgan deyapti. Xo'p, endi bu yerda jam baliqlarni x ta desak, jam baliqlar x ta bo'la qolsin. Demak, bular ikki xil ekan baliqlar, tangali baliqlar bor ekan, tangali va tangasiz. Tangali va tangasiz qilib ikki xil baliq tutishgan. Demak, shartida aytish bo'yicha 48% tangali deyapti. Demak, 0,48x tangali bo'ladi. O'zidan ko'rinyapti, 0,52x tangasiz bo'ladi. Va baliqlardan 5tasi ko'lga tashlab yuborildi. Demak, 5tasi aynan tangali yoki tangasizdan tashlanganmi yoki ikkalasi aralash tashlanganmi bilmaymiz. O'shaning uchun ikkalasidan ham tashlab yuborildi deb olamiz. Tangalidan qandaydir a-tasi tashlab yuborildi. Demak, shunda tangasizdan 5 minus a-tasi tashlab yuborilgan bo'ladi. Shunda ikkalasi jami 5 ta chiqadi. Endi tashlab yuborilgach, tangali baliqlar barcha baliqlarning 50% ni tashkil etdi. Demak, tashlab yuborilgandan keyin mana shuncha tangali baliq qoldi. Barcha baliqlar esa hammasidan 5 ta ketgani x-5 deb olamiz. 50% ni tashkil etdi. Ya'ni endi bizda x-5 ta baliq qoldi, chunki 5 ta baribir jam baliqlardan ketdi. O'shaning 50%, ya'ni 0,5 ni ko'paytiramiz, tangali baliqlar bo'lib qoldi. 0,48x minus a ga teng deyapti shartida. Va agar baliqlar soni 30 tadan ko'p va 100 tadan kam bo'lsa, mana bu joyga yozib qo'yaman. 30 tadan ko'p, 100 tadan kam bo'lsa deyapti. Dastlab baliqchilar nechta baliq tutgan edi degan savol. Ya'ni x ni toping. Mana shuni ochib chiqadigan bo'lsak, 0,15x minus 2,5 teng 0,148x minus a. Hop, x lar bir tarafga o'tadigan bo'lsa, 0,102x teng 2,5 minus a. Bundan x ni topamiz. X barobar 0,102 bo'lish bo'lib o'tadi. Bu degani 50 ga ko'payadi. 75 minus 50 a ga teng ekan. Bu narsa jami baliqlarni bildiradi. Endi shartida aytishi bo'yicha 30 tadan ko'p, 100 tadan kam deyotgandi. O'shaning uchun tengsizlik qilamiz. 30 tadan ko'p 75 minus 50 a kichik 100 dan. Xo'p, tengsizlikni yechadigan bo'lsak, 75 ni ikkala tomonga olib o'tamiz. Minus 45 dan katta minus 50 a kichik 25. Minus 50 ni ikkala tomonga bo'lsak, tengsizlik belgisi bu yerda o'zgarib ketadi. Minus 0,15 dan katta a bo'lib qoladi. Kichik 0,9 dan bo'lib qoladi. Xo'p, a nima edi? Yuqoriga qaytadigan bo'lsak, a bu tangali baliqlardan nechta baliq olingani. 5 minus a esa tangasiz baliqlardan olingani. Xullas, a deganda 0 dan katta bo'lgan yoki 0 ga teng bo'lgan son, ya'ni natural son ham bo'lishi mumkin va 0 ham bo'lishi mumkin u yerda. Chunki baliqlar soni 0 ta olinishi mumkin, ya'ni olinmaydi degani yoki bitta, ikkita olingan bo'lishi mumkin. Xo'p, demak bu yerda e'tibor beramiz. A faqat bu yerda 0 bo'lishi mumkin, boshqa sonlar bo'la olmaydi. 10 kasr o'zi umuman bo'la olmaydi, faqat 0 degan butun son bor orasida. A 0 ga teng bo'lib qoldi. Endi a ni mana bu yerga olib borib qo'yadigan bo'lsak, x kelib chiqadi. Demak, x 75 minus 50 ko'paytiruv 0, ya'ni 75. Jami baliqlarimiz
75 da bo'lgan ekan. C javob.